kerak, menga kech kerak. Ish kerak, kech kerak. Ish kerak, menga kech kerak. Nega deysan Joyga o'tiringlar. Dam ketdi Amsterdam, ma'nosi odam, harakatdayam yoki barakatdayam. Fest o'qiganman, rektor mo'y tog'amda, o'rischadayam, inglizchadayam of course. A B C D E F G double G. Sana 1 2 3. Qara pul yechib oldi. Telefonim qotib qoldi. Nima bo'lyapti bunga? Yur. Peshana ter ishga, keshalmasdir ishga. Levi gap chopish. Zerikchi odam. Diyor, hech bir jinoyat haqida o'ylab ko'rganmisan? O'qishga kirganimdan beri shu haqda o'ylayman. Seryozni? Ha. Oy, Krisa! Aytmaysan ham, Aytganim bilan bu narsa qilamizmi? Ha? Biz ham shunaqa qilaylik deyapman. Farazqa biz haqimiz shunaqa mashhur kiber jinoyatchi bo'ldik. Biz haqimizda kinolar, top 10 talik kiber jinoyatchilarga kirsak. Ko'rasanmi? Umuman bu haqda o'ylayman. Buni oxiri yomon. Qanaqasiga yomon? Farazqa Insga kelyapmiz. Sen qop-qora Malibuda takoy skromniy kirasiz. Men bu odam qop-qora Camaro. Yo'q, sariq bubble rangda. Kelyapmiz. Mashinadan qilib ochib tushyapmiz. Sigaretchani choki. Yo'q, dadam sotar. Elektronikani. Chaki o'tirsak, nima deysan? Umuman bu haqda o'ylayman. Aytdim-ku bu narsa oxiri yomon. Qanaqasiga yomon bo'ladi? Bizani hech kim tanimasa. Tanib qolishlar hozir kuchayib ketgan. Qanaqa taniydi? Jinni yuzimizdan niqob bo'lsa. Lochin haram yosh bolasini to'r ketdik abid qilaylik. Bar tushmaysan-da sen bularni. To'r ketdik. Ona, yaxshimisiz? Ichki ishlarda kiber hujum bo'ldi. Bo'ldi, men boraman o'zim. Bo'ldi jonim, men ham seni sevaman. Ha? Xo'p. O'ynab ketdi. Keyin telefon qilaman. Nima bo'ldi? Jigar tinchlikmi? Oyimni shonasiga kiber hujum bo'libdi. Oyimni hozir ichki ishlarga olib ketishgan. Nima qilay? Hazırlashaman, bo'ldi, hazırlashaman. Kulaman deysan, Lochin. Onam buxgalter bo'lib ishlaydilar. Bu kecha aytgan kompaniyadagimi? Ha, ularning bo'limiga hozir kiber hujum bo'lgan. Hamma pullarni yechib qo'ygan. Hozir onam bu pullarni to'lamasa ularni qamab qo'yishadi. Pul topishim kerak. Xo'p, menda bitta fikr bor. Faqat nariga fikrda aytma, iltimos, u babu jinoyat u. Xo'p, bitta yaxshilab o'ylab ko'rsan, shon boyib ketamiz. Pulni tagida qolib ketamiz. Bitta yaxshilab o'ylab ko'r. Bilasan-ku, men senga yomon narsalarni olib ko'rmayman, jigar. Shu yomon narsa emasmi? Mayli, yurtcha yo'lini toparmiz. Ha, bo'pti. To'xta. Qisqam tur. Allo, ha jonim. Ha, bo'ldi. Nima ketdi? Sandan 17 Pro Max aynasinda. Bo'pti, olib boraman. Bugun ketga tayyor bo'lib tur. Doming pastida kutib turaman, olib ketaman. Bir aylanib kelaylik sen bilan. O'ynanib ketdi. Bo'pti, seni yaxshi ko'raman. Qayerdan topaman endi shuncha pulni? 1300 nechadir dollardi. 17 Pro Max qancha edi o'zi? Shu tezroq Diyor rozi bo'lsa edi, shu kompyuterni biladi. Shu onam aytdi-da menga shu maktabda o'qib yurgan paytim. informatikani yaxshi o'qib, bolam kelajakda kerak bo'ladi deb. Mana kerak bo'lib turibdi. Lochin qayerda yursan? Men sen o'tam yozda yuribman. Ko'rmaysan, ko'chada o'tiribman. Siz narsalarni tayyorlang, kechki bir joyga o'tamiz. Qayerga? O'zi bitta aka bilan gaplashdim. O'zi xonasiga chaqirdi. O'sha bilan gaplashamiz. Qayerga chaqirdi? Bitta joyga borib kelamiz, men oqilurmi? O'zim borib kelaman. Yaxshi joy bu endi, oqilurmanga. Ha, yaxshi. Ha, hop, o'zir. Gap pul topishimiz kerak. Sen aytganiga rozi bo'ldim. O'ylab ko'rdingmi? Boshqa ilojim yo'q. Ha, o'zimni jigarim, senda ket.
Bolalar charchamasizlarmi? Ko'rishlar mumkin, ko'rsiniz. Yangi shoniylar. Assalomu alaykum. Kartoshkalar bilan tanishishingiz mumkin. Uf, yana yangisi kelibdi-da. Uf, charchlab ketdik. Xo'sh, o'sha yerga bo'ladi. Bir necha yillik tajribasi bor bularni. Bizning ishda ismlari aytilmaydi. Shu narsani bilib olinglar. Ularning bir necha yillik tajribasi bor. Sizlarga ular sherik bo'ladi, o'rgatadi, ustozlik qiladi. Tanishib olishingiz mumkin. Qanaqa? Mana shu tutunamiz. Menga joy yo'q. Sizlar mehmonlarga joy beramiz degan narsa yo'qmi? Ha, bo'ldi-chi. Qanday bo'lyapti bolalar? Yangilik bormi? Telegram saytlarga virus o'rnatilgan. Yangilik bor. O'zgarish katta, yaxshi. Sizda nima gaplar? Saytlarga viruslar o'rnatilgan, shunga hozir tayyorgarchilik ketyapti davomida. Ochilsa, to'g'ri bizga keladi hamma saytlar narsalari, kodlari ham. Yaxshi. Sizda nima gap? Yangilik bormi? Hozirda biz 100 minglab obunachisiga ega bo'lgan 80 ta Telegram kanallarni egalladik. Xo'p, yangi shogird, senda nima gaplar? Men yaratgan APK faylda shunday bo'ladiki, Telegramga yuklab olingandan keyin telefonga u yuklanadi. Yuklanishi bilan uni ekrani o'chib qoladi. O'chib qolgandan keyin reski bizning ekranlarimizda ularning telefonining ekrani paydo bo'ladi va biz uni xohlagan narsamizni kirib tekshirib ko'rishimiz mumkin va hech qanday parolsiz ishlata olamiz bu narsani. Yaxshi, malades. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi. Bitta telefoningizdan telefon qolsa maylimi? Yo'q demasangiz agar. Bo'pti. Rahmat. 90'lik, 190'lik. Alo, yaxshimisan? Soching kodni ayt. 946 607. Bo'ldi, chiqar. O'chib tashla. Ha, bo'pti, charchamang. Mayli, onajon charchamang. Xo'p. Ha, xo'p, bo'pti. Mana, telefoningiz. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Xo'p. Qara o'rtoq menga fayl keldi to'ydan. Akam to'y hali erta edi-yu. Qani o'sha ko'rchi qanaqa qachonga qaysi telefonga. Do'stim, kredit oldim men nomga. Voy. Pulim yechib oldim. Qani? Yes. Bu yo'lga qanday kirib qolgansan? Yoshligimdan qiziqardim. Lekin hozir majbur bo'lganman. Xo'p, yangiliklar qanday? Umumiy balansimizda qancha mablag' pul yig'ildi? Mo'maygina pul yig'ildi. Xo'p, APK fayl bo'yicha ma'lumot bormi? Fayllarimiz yaxshi ketyapti. Xo'p, yaxshi. Natijalar qanday? Natijalar quvonarli. Hujumlar to'xtatilsa ham bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa, balanslarga pul tashlab qo'yganman. Hammangiz yaxshi ishladingiz. Ishingizga omad. Bo'ldi. Xo'p, men tashqarida bo'laman. Gaplashamiz. Boshlig'a normalarni tashlab beribdi, ancha bo'lib qoldi pullar. To'xtanglarchi. Ho'jamay, qanday endi? Qayerdasan? Nima? Boshliqlar juftlik boshladi. Hozir oldimizdan ketdi-ku. Aeroportda. Do'stlar. Biz uxlatishdi. Tez narsalarni jo'shtirib ketamiz bu yerdan. Tez hamma narsani o'chirib ketishimiz kerak. Men tashqarida ketib turaman. To'xta, birga ketamiz. Qayerga ketamiz? Tashqarida. Biletlar tayyor, seni aeroportda kutaman. Men uni ko'ryapman. Boshlig'ingdan salom. Qochaman deb o'ylagandim.